qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan ala Şinjan televiziya stansiya, Şinjan uy madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan buqra madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash bozorlar sungan cho'ng tutgan san'at programmasi, Abida Yitmakyo'li sanash programmasi. Albatta, yılda tashkillangan yetakchi ustozlarimiz diyorimizga eng qaltis bo'lgan ovozni tinglab chiqish uchun tayyor turmoqda. Qiynoqda qolsa ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Hammalar qisman olqishlarimiz bilan ularning bizga elib kelgan o'xshash bo'lmagan eng qaltis bo'lgan almashtirmasidan birlikda huzurlanamiz. Ular bo'lsa Abdulla Abdurahim, Nurnisa Abbas, Gulshat Raydin, Odila Sizlar. Yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş havazda seynesi, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş havazda seynesi, İpek yolu sadası. Yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş havazda seynesi, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş havazda seynesi, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası.
sadası, sevginin yok çırası. Kuş avazda sen nazik, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, kuş avazda sen nazik, İpek yolu sadası. Wow, kanalda olsa kızgın alkışlarımız bilen Abdullah Seknesi'nin yetek ustazı Abdullah Abdirim. Nur Seknesi'nin yetek ustazı Nur Nisa Abbas Hanım. El-Rai Grupsu'nun yetek ustazı Dilşat Rahidin Efendi. Melodiya Grupsu'nun yetek ustazı Adile Sıdık Hanım. Diyarımız içimlik sahasındaki özelliği abide sodası ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyopen Teknik Taraqqiyat şirketi mahirlerimizge ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği üçün tirişçilik gösteriyotgan Şincan İşler Biyoteknologisi alaydı hemkarlaşkan. Elbette programımızın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye erişken mahirleri okşaş bulmagan katlı boğan mükaffatlar bilen mükafatlandıgan bulup birinci dereceye erişken mahirimizni Kamran Muakla Mesulatlары arkalık halkımızın kızgın alkışığı erişip gelivatkan Şincan Kamran Sodicek şirketi 120 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. İkinci dereceye erişken mahirimizni diyarımız içimlik sahasındaki özelliği abide sodası ve meyve şərifte işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyopen Teknik Taraqqiyat şirketi 100 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Üçüncü dereceye erişken mahirini her millet halkının sağlamlığı ve güzellik üçün tirişçilik gösteriyotgan Şincan İşler Biyoteknologisi 80 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Dördüncü dereceye erişken mahirini Uygur kiyim-kechak sahasındaki Bayraktar Karxana Şincan Mötüber Sodicek şirketi Eksan kiyimçiliki 60 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Tenonda olsa bu san programımızın tuncu mahiri Seknemizge merhamet. Ayrılsa kızıl gülden bulbulun günü destur. Yaxşı yadın ayrılgan nadanın günü destur yare. Acayip gül tam aklıma geçilmaydı. Sayra bir aşkda buldum kirpiki kılmaydı. Bulbuldek vapadar yar alemde tepilmaydı yare. Cangaldaki kök azgan ey, kızıl gül
Assalomu alaykum. Aleykümselam. İsmim Hüseyincan Kerem. Yurtum Korlu şehrinden. 2013-yılı Merkezi Müzik İnstitutunu bitirip Beycan'da 2 yıl Mehmed'den müzikten şoğullandım. Özüm gitar çalmayım, gitarçı. Şu qaytib kelib yurtimga qaytib kelib hozir shu kichik bolalarni tarbiyalaydigan gitar kurjik qilib shu yerda o'qishdan tarbiyalayapman. Korlida. Yaxshi. Rahmat. Mübarek olsun, en Müzikanızı anlatla, sizin şu müzikada nayet ölçemli terbiye köygen jigitligini bildik. Caz, ha? Millice pıraqna ağan caz üslup gebir. Bu şu ahangını yüzünüz yazdınız mı? To'g'ri o'zim yozdim. Kızılgül degan naqshiga bu. To'g'ri. Kızılgül siz ijod qilganmi shuni? Ha. Muzikasini. Ha. Ben bu beklezilen bana. Bunun azı çağırdı, az etkinde müzikisi, nakş, melodiyası. 8'de 7 odar. 8'e 7 udarını caz müzikisiyle, caz aşı nimisiyle ritimle çıvadıdı. Ritmi 8'e 7. Minunca bu 8'e 7'nin caz müzikisiyle çağıran dünyası sinon birler. Ras hakikaten bir Bu yanılış. başka işlerde bu 8'e 7 udarga caz müzikisi birim orlamaydı. Mehmet anlatmadı, aklım merak ettim. Sana butadım, arsan sayı. 8'e 7'de. Ben mesela sanırsam 8'de 7. Karsan bu müzikisi coşuyor. Yani müzikisini mi, midisini mi özünüz işliyor mu? Akord turg'usini Dilshod Anvar Avam Muslim Shu. nasıl yaxshi etdimiz shu. Ha, bildik ham İdeya sizden de. To'g'ri. İdeya sizden olgandan keyin Dilshod mu yomon, yaxshi qildi. Muzikani kamera ishlaydi. Naqshingiz bak yaxshi. Aylansam çok. Merkez Müzik İnstitutu'ma küçük mektep emas. Bu yerden çıkan adam Raurus seviyelik olup çıkadı. Shunga muzikada bir narsa bor, esil narsa bor. Narsani o odatda bu konservatoriyada o'qimagan odam u mumkin emas, kompozitörlükte o'qimagan odam uni qilolmaydi. Sizdeki jigitler bizge bek lazım. Kuruldu gitar kursu içiyotgan bolsanız, bu mu sizden muvaffaqiyetiniz? Bugün Jipekulu Sadası'nın sahnesiga sizden en yeni eserinizni elip çıkınınızdan üzümü yeni bir kadem. Caz üslubu sizge minadimi bek ayan, üzünüz düşünürsünüz. Caz üslubu bizge nispeten, bizden hazırki qarindoshlarımızdan, tomoshabinlarimizdan estetik seviyesiga nisbatan biraz baldı. Bu yerga singdirish, siz biz bilgan bilan ko'p odamlar buni tushunib huzur edish kerak emasmi? To'g'ri. Endi bo'pti, bu keyingi gap. Ammo bugungi musobaqada jaz naqshisi aytish biraz xatarlik narsa. Nimishga desangiz, biz sizning ovoz doirangizni ko'rishimiz kerak emasmi? Ovozingizning kuchini ko'rishimiz kerak emasmi? Afsuski jaz faqat uni xohlamaydi. To'g'rimi? Bak unda deydigan naqsh emas u. Evet. Hem ovozingiz deydigan bir naqsh emas bu. Sizni yushirib qo'ydigan naqshida bu. Nima uchun jaz naqshini anglasaqmi ko'z oldimizga tish xotirjam g'uva bir bulungdiki bir yolg'iz ustalda bunda choydan birini elib o'taga adam Saba shunday keldi desangiz shu xarakteri mushunaqshina shundoq siz buni ma'ni dars o'talaysiz. Ben naqshning beshini anglab hayron qoldim. Jaz, iqtidor degan bakanda debchi. Lekin men oxirgacha nimani kutdim deganda bu uslubdagi naqsha, masalan, Abdulla Kamabay nayt to'g'ri etdi. Haqiqatan bizga hozir xalqqa estetik tuyg'u berdiganga, ya'ni chiqamiz, ozroq vaqt bor. Biz bu vaqtni yaqinlashtirguncha shundaqmi Abdulla aka? Asta-asta Biz asta-asta yaqinlashtiramiz. Qanday yaqinlashtiramiz? Tankashni, akkordlashtirgan chog'da jaz ba'zi akkordlashtiraylik, xo'p. Endi buning orliqlariga milliy muzikalar qaytish orqali. Hamda biz mush naqshni o'rindigan vaqtimizda yoki misol boshdan oxiri milliy chiproq nayt, kuchlik nayt, iniq. Ovoz tusimiz o'xshamasa mayli, lekin puroqlarimiz joy-joyda. Mush ustozlarimizga yarg'idek darajada olgan bo'lsak, yoki bo'lmasa men sizdan naqsh aytish texnik talab qilmanda, saviya talab qilman. Unda u chog'da siz agar mening ko'nglimda ham milliy chiproqni ham jazning purqimlasan, mandek puroqni arsiga kirgizayotgan bo'lsangiz, lekin bu faqat bir taklif fikr qaraz. Yana siz Beijing universitetida o'qibsiz, ham shu kasbni qilib yetibsiz. Sizning o'zingizning o'ylaganlaringiz bor. Balkim sizning o'ylaganlaringizni men o'ylab yetamagan yerlarim bor. Shundaqla men bu yerda sizning shundaq bir yangilikni bizning sahnaga olib kelganingizga hurmatimni bildiraman. Rahmat. Men maktabni bitiriblam yozgan naqsh deb-ku.
Yazıp 2 yılda açtı, şurada kop kaldı. Yazıp şu müşnakşamda bir xalqimga bir sunib baqsam, anlab baqsa, qandaq bir his tuyg'u buludu deb faqat fursat bo'lmadi. Uni men Bejonda bo'lib qoldim. Shu ma'lum musobaqaga qatnashib, shu bu da o'zimning o'sha ijodiyatimni bir sunsam, huzurlansa deganlar. Boshqa hech qanday maqsadim yo'q. Oxirida aylanib qoldim sababi men sizlarga shu ichingizdan bir xil chiqilib chiqqan bir xil hissiyatni kutib o'tatdim deb. Men sizning mush ovozingiz bilan shundaq naqshlarni ayta oladiganingizga ishonganligim uchun o'rildim. Rahmat, naqshingiz rahmat. Aferin Sencan. Siz klassik hem tez boğan udarda öz icadiyetinizde bizga taqdim etdiniz. Sizning dağlı kompozitorlardan bulup çıkışınızda ümit qilamiz. Mehri bilan o'stirdim qanday dedingiz? Mehri bilan sochlarim go'zal. Hamra bo'lib barcha hammaga mehrlarga. Chechingiz sog'lom, o'zingiz ruh bo'lay desangiz, mehri choch yuvish suyuqligini ishlating. Jasoratli bo'ling. Obida vitaminli quvvat ichimligi. Hey! Talant sizda. Isil tam, Obida olma ve limon temlik soda suyu. Xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambitsiyasi bilan eskici oila elektr uskunalarini qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda aloyi yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak aloylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici aile elektr uskunalari. Agar hala xotin bo'lishga ko'nmaydi ekansan, otang ishqin yavagan qo'yimning haq uchun jazo berilsa. Voy aka, qo'ylarni biz yavamida qo'yardan tushib ketib daryoda yiqib ketibdi dedim-ku. Qo'yimni yavamagan bo'lsang, chachlaring bunda paqirab ketadi. Bu degan Faxriyning karomati voy aka. Nima u Faxriy degan? Faxriydan chashi suyuqligi. Buning tarkibida jilan o'ti javhari qarpinjit bor bo'lib, chashlarni hamsillik ham paqira qiladi. Qo'yning gapini keyinchi deyshamiz. Aboldi, sen chiqib ketma. Faxriddin yeni soğa Faxri çaşuyu suyuqlıqı. Mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda Mehri muhabbetli özüge mizan kılan Mehri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimi askartıdır. Programımız hazırda başladı.
Assalomu alaykum. Hurmatli qizlar, yoshlar. Asta. Bu shunday maydonda o'tirayotgan barliq qarindoshlarimiz hammanglarga mendan o'tliq salom. Rahmat. Dilshod ketib qoldim qardash. Men senlikni bilganman, ketdim. Rahmat. Endi men o'tgan asrning 80-yillarida o'qib ekanman. Aktyorlik naqshkasi. Men endi program tasdiqlangandan keyin jiq ko'ryapman. Bir o'qib boqay dedim-ku. Voy bak yaxshi. Mening grupam keling ha. Nur sahnasi keling azadi. Men bilan 15 yillik tamg'oshlar. Ashtama. Ajab bir. Gom urmay anglaydi. Mening stajim siznikidan uzunroq turdi. Bizga bizning kashmishlarimiz senikidan jiqaroq. Balkim. Endi mening cho'g'anda ma ikki sanglaymoqchi meni cho'ng deb olmaydi bo'lar. Voy bak oladi-ku. Olamiya. Voy bak oladi. Abdulla endi men bilan bir idora kesibdosh bu meningki inog'inam. Bu maqchan bu akamdan tadinib qolmoqchan deb bu maqsa ammasmi deyman. Ya bo'ldi, meni sen ola. Ödere elitsen bo'ladi bo'lsa. Ammo Dilshod bo'lsa meningki ham tang og'inam ham sen. Endi nurg'un vaqtlarda bir yerlarda naqsh muzik qilib qolamiz. Mush kesibimizni bir yerda namoyon qilib qolamiz deyna. Shung sel oson bo'ladi degan. Chaqchaqni qilishdik endi. O'tgan yil mush program tasdiqlangandan boshlab nurg'un vaqtlarda ko'rmagan bo'lsam-mu, hali xizmat sababimdan nurg'un vaqtlarda uyda turolmay qolamiz, ko'rolmay qolamiz. Ma ikkinchi qatimliq boshini shinoat yaxshi boshlanganini angladim. Shunga men nabirangdan sizlarga rahmat aytishdan, sizlarga rahmat aytgani keldim. Ikkinchidan sizlar ustoz bo'lib chiqdinglar. Bizningki shu qizilmayotgan, xalqimiz ichida to'nilmayotgan, bo'ysab chiqamayotgan, nurg'unlagan, mush kesibda ko'milib qilayotgan nurg'unlagan kesib egillarni tanlab echqotsizlar. Xalqimizningki ma'naviy turmushni beytotsizlar. Shu sababdan men bugun mushu 4 ustoz boshliq hamshada mushu Ipak yo'li sadasi ishlayotgan barliq xizmatdoshlardan avl so'rash uchun kelib qoldim. Rahmat. Bu nayt cho'ng ilhom madad bo'ldi bizga. Rahmat. Boshqa fikring olmasa endi fikring olsa anglayman. Talab fikring olsa anglayman. Bo'lmasa ketaymi Dilshod? Sening kelishingni faqat o'ylab o'tganimda shu yomon o'duqtirib o'tdingiz. Deydigan gaping topolmadim. Davra bishga qiz gaplar. O'yladi degan gap men dedim. Abdullohning bishga qiz gapini anglasam lekin. Aka siz bizning ustozimiz. Rahmat. Men 91-yil idoraga kelsam, o'sha qarkam mushu qatarliq hozirgi bizning idoradagi cho'nglar atildi bularni yash bo'lsa-mu bizga cho'nglar bo'ldi. Biz idoraning cho'nglar biz o'qib qoldik, qag'ali pensiyaga chiqib qoldi. Shinjon opera umigida bizning mush akalarimiz yetaklab, bilmaganini bildirib, baramg'ayaga bog'izib, ba'zi yerlardan to'sib degandek bizning jamiyatga qanday qadam bosishimizni belgilab, yuritib, ko'z tutgan ustozlarimiz bugungi kunda biz mana shu sahnada mushu akam bilan bugun ko'rishganimga intayin xush bo'ldim. O'zining xizmatlar aldirash, yili Qashqarda, yili G'uljida, yili ko'rinish olgan kino ishlayotdi bular. Uni bilyapmiz. Bizmi endi boshqa xizmatlar bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, bizning azroq bir amgigimizning elga kichkina bir xizmatimizning yarayotganligini tahqiqlab, shuni isbotlab, bizga madad berib kelganingizga ko'p rahmat o'sha qarika. Bundan keyin davomli sizning san'at yo'lingizga, san'atda yana texmo yuqori pallaga chiqishingizga, yaxshi asarlaringizni ko'rishga intizormiz. Biz ham sizlar boshqa yo'l bilan yana davomli olg'a ilgarilab boramiz. Mushu bugungi kelganingizning o'zi bizning savodoshlarimizga intayin cho'ng madad bo'ladi. Cho'ng yurak bo'ladi. Biz Ipak yo'li sadosi qo'sh ovozlar sahnasi nomidan bugungi qadimingizni qutlug' bo'lsin, hayot musofingiz texmo yo'riq bo'lsin, tan sog' va turmush xotirjam bo'lsin deb yaxshi tilaklarimizni bildiramiz. Rahmat. Oxirida ishlaringlarninki ko'ngillik ham buningdan keyin xizmatinglarning unumli bo'lsa tilakdosh bildirmay rahmat. Men yana kelib turmayman. Davomli qirishini. Rahmat. Axloq odam zimmati. Al-Obli huzur qari saklimizga keluvdi. Xalqimiz baxtli shodmandi.
sizga texmi zo'r utuqlar yor bo'lsin. Mening ismim Abdukiram Muhammad. Bu yil 25 yosh. Yakkan naisdan keldim. O'qish bitirib xizmat kutib turibman. Mening asosli qiziqadigan uslubim bo'lsa, ommabop uslubdagi naqshlar. Bu qitimda shu Ipak yo'li sadosiga kirishdagi asosiy maqsadim ustozlarimdan yaxshi bilimlarni egallab, o'zimning bir yaxshi naqshchi bo'lib chiqishimga bir asos hazırlar. Yorg'oysam nidolarim yar yar bilib kulib ketdi. Ah yuragim shu bir azobdan yer bag'riga cho'mib ketdi. Yorg'oysam nidolarim yar yar bilib kulib ketdi. Ah yuragim shu bir azobdan yer bag'riga cho'mib ketdi. Nima degan peshonam shu sevgi bilan qolib ketdi. Seni gülüm o'zgardilar bo'stonimdan yo'lib ketdi. Nima degan peshonam shu sevgi bilan qolib ketdi. Seni gülüm o'zgardilar bo'stonimdan yo'lib ketdi. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme. Yanar etme can yar gülüm yanar etme. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme ya. To'y kuni bordim to'ylab baxtim uyi ostonangga ming birar so'z seni suyush kutilmagan peshonamga yorga etsam nidolarim yar yar bilib kulib ketdi. Oh yuragim shu bir azobdan yer bag'riga cho'mib ketdi. Nima degan peshonam shu sevgi bilan qolib ketdi. Seni gülüm o'zgardilar bo'stonimdan yo'lib ketdi. Nima degan peshonam shu sevgi bilan qolib ketdi. Seni gülüm o'zgardilar bo'stonimdan yo'lib ketdi. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme. Yar 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 etme can yar gülüm yar yar etme. Yanar etme can yar gülüm yanar etme. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme. Yanar etme can yar gülüm yar yar etme. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme. Yanar etme can yar gülüm yar yar etme. Yar yar etme can yar gülüm yar yar etme. Assalomu alaykum ustozimiz. Yakın diyardan keldim. İsmim Abdukiram Muhammad. Abdukiram inimiz kechirdim. Biz o'rindiq aylanishga ulgurmay qoldik. Ovoz doirangizni to'liq ko'rsatmoqchi bo'lgan naqshingiz bu nihoyatda to'g'ri tanlangan naqshi. Haqiqatan texnik talab qilgan naqshki. Biroq bizdan o'zimiz sizdan kutayotgan narsa shu avdisi dedi. Tuvan tarafingizning ko'rsatdingiz joyda ikki navbat avjiga chiqqan vaqtidagi shu yuqori tarafdagi ovozlarda o'zingiz his qilganchilik
ba'zi ishlar yuz berib qoldi. Biz bundan burun o'quvchilarni tanlagan vaqtida bu yerda shu birli o'quvchi 5-4 minut ichida o'zining barliq hunarini, texnikasini, ovoz doirasini, hissiyotini ko'rsatdi emasmi? Davomli musobaqa qatnashish fursatiga erishamaslik naqshchi bo'lolmaydi degan gap emas. Yaxshi naqshchilar chiqdi buning ichidan. Bizmi afsuslik ichida sizga 1-2 minut vaqt bersak, yurak so'zingizni desangiz. Bugünkidek shundoq cho'ng bir naqshchilarning sahnasi bo'lgan İpek Yolu Sadasi programımızga hemen atayin qo'llab quvvatlab bergan ulug' onam bilan ulug' dadamga ko'pdan ko'p rahmatlarimni bildiraman. Rahmat. Hayat yollarımızda küçük umutsuzluk çok önemli kalsa sağlık. Umutsuzluklarını ümit yapıp yanıma taşı. Benim ismim Merdan Muhammed. Ben özüm Aksu vilayetining Şayar nahiyasidan keldim. Bu yıl Beijing Usul Üniversitesi'ndeki icraat kasbini bitirib, hozir Shixan shaharlik opera naqsh usul san'at emakda xizmat qilyapman. Men ommabop uslubdagi naqshlarni, xalq naqshlarini, muqomlarni hammasini yaxshi ko'raman. Men garchi usul kasbida o'qigan bo'lsam-mu, naqsh aytishni shundoq yaxshi ko'raman. Buningga shundoq astoydil bilan muomala qilganman. Shunga bu san'atning o'zi shundoq kasbkorligi yuqori bir sana. Shuning uchun men o'zimninki ammo shu naqshjatdagi talentimni oshiray deb sanaga kelishni qaror qildim. Bu dünyada arman bilen kitleler buldu. Birge yürgen gül yığınlayan kişiler buldu. Bu dünyadan tapalmadı habibi söygün. Bu dünyada arman bilen kitleler buldu. Bu dünyadan tapalmadı habibi söygün. Bu dünyada arman bilen kitleler buldu. Kitleler buldu. Söyümenden yüreğimden bergentin vadeleri bulalmadı yürek duran. Söyümenden yüreğimden bergentin vadeleri bulalmadı yürek duran. Bu dünyada tapalmadım habibi söygün. O dünyada arman bilen kitleler buldu. Bu dünyadan tapalmadım habibi söygün. O dünyada orman bilen kitleler buldu. Ağlatıldım yaşlar döküp şu güzel yardan. Naleleri
Assalomu alaykum. Mening ismim Mardon Muhammad. 21 yosh. Aqsu viloyatining shahar Naysidan keldim. Bu yil Beijing usul universitetiniki usul ijodiyot kasbini bitirib, hozir Shayxonsa shaharlik naqshlamigida shu usul ijodiyot xizmati bilan shug'ullanyapman. Bu xeyli uzun yil burun moda bo'lgan naqsha, bakchiq bolalar yaxshi ko'rib aytgan bu naqshni. Sizning aytishingiz yana ayrimki, ayrim bir uslubda. Ovozingiz noit tom bir xil, noit to'q. Buningdimi boshqaroq naqshni yaxshi ayta olmaydim, lekin sabab lozim bo'lmaydi endi, lekin shunday bo'lsa-mi, yaxshi tayyorlik qilib olmay qoldim. Kechirim so'rayman. Yo'q. Ikki yerda azroq bir ovoz sal chiqib qoldi. Azroq chiqib qoldi. Chaqqa yalrin degandek. Men senlar mushtaq aynak olgan kun chiqilib ketdi. Yaxshi, isu. Nimdemiz azroq kichkina bir ketgan var. Sonra jitlib ketdi, ovozini jitlib ketib, yo nim bo'lib ketib, tutib qilib, yo ovoz chiqmay udarib ketgan. Kirsilib qoldi, ana qoldi. Ovozingiz to'nkam naqshini munoji jushqunlar to'q etdingiz. Bu naqshni burun sal liriklikroq, ovozi inchikroq naqshlar chiqayotgan. Manda sizning ovozingiz noit to'q kencho bir xil. O'zingiz qaraganda ovozingiz cho'kasizdan. Aylanmagan sababimiz texmi yaxshilarini kutib turyapmiz. Ülkemizde yani bir muncha bugün Nurisa Hanım siz için aylandı. Ana taleyken siz yaxshi bir ustasga erishdingiz. Ama şu musobaqa hamda mayli tayyorlik puxta bo'lmasin, o'zinglarning ahvoliga asosan nurg'un jafo tortisizlar. Shuning uchun har biringlarning qo'lini tutqimiz keldi. Lekin biz musobaqa uchun ba'zi shart, ba'zi talablarni ig'irroq qo'ydik ekanmiz. Ammo bugun Nurnisa xonim siz uchun o'rindiq aylandiq vaqtida hammamiz hayajonli, sizdimi bakrak xush bo'ldik. Rahmat. Bunun için texmi tirishib Nurnisa xonimning umidini hargiz yada qo'ymaslikqa ishonchim bor. Ma'noyim shu ustozimiz degandek, haqiqatan oson emas bugun kunlikda bir muncha odamlarning oldida chiqib naqsh aytmoq bo'libmi? Sizning sahnaga birinchi kun chiqishingiz emas-ku? So'ylab chiqqan, lekin naqsh aytish shundaqmi? Oson emas. Mening fikrimmi ustozlarim bilan birdek. Haqiqatan bu naqsha ayni vaqtda men yaxshi ko'rib, anglagan ham shunday yaxshi ko'rib aytgan naqshlarning birisi. Hissiyotga boy naqsha bu amaliyotda. Sizningki shu o'zingizningki hissiyotini, o'zingizningki biza xosligini qaytibsiz naqshaga. Shunday yaxshi ko'rdim. Abdulla akam aytgandek, hammanglarni qo'linglarni tutib men bo'lmaydi ekanmiz. Ma'lum sabablar bilan qattiqroq talab qo'yib qolganmiz. Lekin mening ko'nglimda xo'sh bo'lganim, Nurisa adam siz uchun o'rilgandi. Bir mayrimiz bo'lsa-mu, qapqamidi deb ko'nglim xo'sh bo'ldi. Chunki men Nurisa adamga qattiqshina bu jihatda sizni cho'qim o'zingizning ko'ngildagidek, hatto butun tomoshabinlarga yorig'idek ham o'zigimi yorig'idek bir ravrus qalb ismoil qilib yetishtirib chiqdi sizni. Her kimde armağan buludu. Hem buluş gerek. Hem de armağanı tutup derman ve tirişçilik buluş gerek. Bizim yaşlarımız öz armağanları için tirişilen isim karakterine ega. Merdan Yaşam, Merdan Muhammed. Diyarımız içimlik sahasındaki özaldığı abide soda suyu ve meyve şaraplarını işlep çıkarıvatkan Şincan abide biyopen teknik çeklik şirketi mahirlerimizge ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mihri muhabbetini özgü mizan kılgan mihri yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzellik için tirişçilik göstervatkan Şincan İşbar Biyoteknolojisi alaydı hemkarlaşkan. Elbette programımızdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye erişken mahirleri okşaş bulmağa katlı boğan mükaffatlar bilen mükafatlandıgan bulup birinci dereceye erişken mahirimizde Kamran Boğaklar Mesulatları arkalık halkımızın kızgın alkışıga erişip gelayotgan Şincan Kamran Sodecek şirketi 120 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilen tartıklaydı. İkinci dereceye erişken mahirimizde diyarımız içimlik sahasındaki özaldığı abide soda suyu ve meyve şerifte işlep çıkarıvatkan Şincan abide biyopen teknik terakkiyat şirketi 100 milyon kıymetindeki Toyota markalı avtomobil bilen tartıklaydı.
3. darajaga erishgan mohirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4. darajaga erishgan mohirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang mo'tabar savdo-chek shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 大家好，我叫纳斯加，来自吉尔吉斯坦，今年我21岁，现在我在新疆师范大学留学，第一次参加特别大的比赛，我觉得这个特别有意思，我特别喜欢唱歌，然后所以我决定参加这个比赛。Jumping and the economy's high. Your daddy's rich and your mind is good looking. So hush, little baby, baby, don't you cry. Rise up singing that you spread your wings and take to the sky, but till the morning there is nothing can harm you. Daddy and mommy, mommy standing by. But till that morning, you're gonna rise up singing with Daddy and mommy. Standing by. 大家好，我叫纳斯加，从吉尔吉斯坦来的，我今年21岁。21。21。你是俄罗斯族？俄罗斯族。哦，俄罗斯。你知道吗？第一个转身的是阿迪拉老师。知道。第二个是我们的德里夏提。德里夏提老师啊，我们来不及了啊。你在中国留学？是在乌鲁木齐。在乌鲁木齐。哪个学校？新疆师范大学。新疆师范大学。学什么专业的？我的专业是国际关系。国际关系。哎呀，你这个汉语说的非常地道的俄罗斯调儿，特别好听。谢谢。谢谢。你贵姓？我叫纳斯加。纳斯加。我的姓李玛丽娃。李玛丽娃。唱的太好了。对，你的声音。也唱的非常感人的，特别到位啊！你这个感觉，唱歌的这个感觉，还有你的声音，还有那些，就怎么说呢？处理的那个感觉特别好。所以呢，在最后一刻，我还是压不住我的这个耐心，吭就转身了。咱们不要说那么多，我希望你能到我的团队来。我呢，团队里头有一个俄罗斯族老大哥，弹吉他弹得非常好，他肯定会给你伴奏的。他叫什么名字，老师？Wolfgang。Wolfgang。瓦路加。那他叫瓦路加 Wolfgang。有没有这个名字 ？Wolfgang 这个名字到底有没有？有。有啊。有啊。那我那好，那是这样。
你的声音特别优美好听。我是真的来不及，我全身投入在听你的这个特别美的歌曲，发呆了，愣神了。首先，我好喜欢你的声音，也好喜欢你的歌，也好喜欢你，所以我们希望你加入我的团队。可是我不允许，我还是希望你到我的团队来。我的团队里头有你这么个美丽的俄罗斯姑娘，多好！你看，听到了吗？有这么多，而且我这边没有一个女的，你就是唯一。那就说你心里话好不好？我们听一下。这会给你不着急，不着急啊！不要，首先你不要着急出你的决定，你先说你的现在的感受。我特别着急。没事没事。着急还是紧张？都有啊。都有啊。你看你的这个留下的老师比你还着急。来，我们分享一下你的感受。如何？我想。Biz san'atkor xalq, san'atkor millat. Yoshlarimiz ichida har xil millatlarning naqshlarini ayta oladiganlar bo'lgandek, boshqa millat mohirlarimi sahnimizda mahorat ko'rsatmoqda. Noischa o'z talanti bilan ustoz Odila Sidiq bilan hamkorlashmoqchi bo'ldik. Biz sizlarning sahnimizda billa esil kuylarni yangitishinlarga tilakdoshlik bildiramiz. İsmim İlyar Mahmut, Qashqar To'qozoqdan keldim. Qiziqishim naqsha, hozir qilayotgan ishim bo'lsa Urumchi Munkiy studiyasida operator. Yaxshi ko'rgan uslubim bo'lsa xalq naqshisi hamda ommabop naqshlarni yaxshi ko'raman. Bu qitimda Yepekul sadasi qatnashimni idiklarni ayt qoldi. Yepekul sadasi qatnashishga maqsadim naqsh muzikaga bo'lgan qiziqishimni qanchalik darajada ekanligini bilib qashanda ustozlarning qanday boy berganligini anglab, yumush kasbda o'zimning qanchalik tirishqanligimni bilib beqish maqsad keldim. Aram vermez bana bu hasret, fakat bardır bir hiyal bir fakat bardır bir hiyal bir Ötünüşüm sana azizem, bir sen için yeşil kum. Ötünüşüm sana azizem, sen için yeşil kum. Meni taşla gitmem deme, Yutmam deme, meni taşla gitmem deme, gözlerimden yutmam deme, dilxonamdan o'chiyman deme.
Rənciginim rast Səbəbini qılsam ki qiyas Bəlkə mən deyim Rənciginim rast Səbəbini qılsam ki qiyas Beçarəmdin sana iltimas Bir sen üçün şiir qol Va alaykum assalom. Ben Qashqa To'qizaq naistin kelgan. İlyar Mahmud bo'laman. Men o'rindiq aylandim. Sizning mushu firoq elishlarimiz Abdulla Abdurahim efendimning simasini ko'rdimda ovozingizda. Mushu mening gruppamga sizdek bir o'quvchi lozim. Abdulla Abdurahim efendimni va yoki Dilshod Raydin efendimni yoki Adila Sidi xonim deb kelgansiz. Ko'nglingizni shu fikib kelgan bo'lishingiz mumkin. Ovozingizda qattiq bir charchash bor, lekin melodiyasida shundoq tirishyapsiz, shu firoqlarga yetkazyapsiz. Avji kelgan chog'da shu ovozga dasiyamay qoldi. Dasiyamay turib, birdamning ichida yana joyiga kelib akeldingiz. Ben buriliblar, radilablar deb. Ha, chiroyi o'xshaydi rosa. Yo'q, arbandan lozim radilablar. Radilablar yashoq qoldi. Radilablar yashoq. Sen yaman cho'ng bir qarg'acha o'xshatib tutashin jonlarim baqa. Pek yaxshi bo'ldi, Nurdisa xonimning aylang'ini. Mayli qaysimiz bo'lsak, birimizmi bo'lsak, qo'llarni tutib aldiga bir necha qadam mang'izansak yaxshi. Bu inimning bunda qarasam mushda naqshlarga havisi bor ekan. Peyizi bor ekan. Naqshlar peyizi bor ekan. Shu mushi jihatda izlanishlar bo'lib qolsa, hamda mayli ma'lum bo'lsin, mayli bizning bo'lsin yenimizga kasimiz bo'laverdi. Chunki siz Jipak bo'lib sadosini o'quvchisiga aylandingiz emasmi? Xotirjam izdan bulamda. Rahmat ustoz. Shu 4 ustozning oldida naqsh etganligim uchun nihoyat xush bo'ldim. Sizlarga rahmat, sizlarga salom. Mening yurak so'zim endi. Meni mishoshga kirgizib, mening ishlarimni qo'llab kelayotgan ota-onamga, do'stlarimga, oiladagilarimga intan chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ham ustozlarga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Belki men deyim Rənciginim rast İlyar'dan naqsiga teşekkür. Nurnisa xonimning yetakchiligida İlyar texmo esil naqshlarni bizga taqdim qildi.